bugun sizlar bilan uzoq kutilgan homiladorligimiz bilan bo'lishmoqchimiz. Anamnezlarni o'zim aytib beraman, o'zlari uyalyaptilar. Qizimiz murojaat qilganlarida turmushlariga 5 yil bo'lganida va biz ularni eko muolajasiga olishga qaror qilganmiz. Chunki turbalar yaxshi edi, o'tkazadi, ovulyatsiya bo'ladi, follikula yetiladi, yoriladi. Faqat xo'jalarda martest 100% bo'lgan. Chunki eko muolajasiga olganmiz. Birinchi stimulyatsiyamizda 15 tacha hujayra o'sib keldi, lekin afsuski ichidan faqat 2 dona yetilgan hujayra chiqdi. Va biz yana stimulyatsiya qilishga qaror qildik. Ikkinchi stimulyatsiyamizda esa yana 10 tadan ko'p follikula o'sib keldi, lekin undan ham 1 dona yetilgan hujayra chiqdi. Shundan keyin biz ular bilan yana boshdan endokrinolog bilan ishladik, plazmaferezlar olishdi. Juda ham ko'p 4 oy tayyorgarlik ko'rib 3-marta stimulyatsiyaga oldik va 3-stimulyatsiyamizda ulardan 6 ta hujayra olishga muvaffaq bo'ldik va bu 6 ta hujayradan bitta yaxshi sifatli embrionimiz hosil bo'ldi va birinchi transferdan alhamdulillah bu homiladorliklari HGChlari chiqqandagi va bugun bolajonimiz 6 hafta 3 kunlik, yurak urishlari bor, yuraklari urib turibdi. Sog' salomat vaqt soatida qo'llariga olishlarini tilab qolamiz. Nima deysiz? Yashang, rahmat, shunchalik mehnat qildingiz. Yo'q, siz qizlarga ayting. Qizlarga kerak emas, sabr qilish kerak. 1 yildan oshdi kelganlariga mana sabr bilan xo'jayinlari, qaynonalari, o'zlari sabr bilan alhamdulillah shu natijaga erishdik.